Nissan Z9 pikap avtomobilimiz o'zini sinfidagi avtomobillardan biroz uzunroq hisoblanadi. Gabarit hajmi zavoddan AT shinalar bilan jihozlangan. Albatta standartli parog mavjud. Avtomobilimizni orqa bort qismini biz zavodga maxsus buyurtma qildirganmiz. Ya'ni orqa bortida mana shunday jihozlangan. Ya'ni siz buni o'zini maxsus pultlar yordamida ochib yopish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mana shunday ochib yopiladi va orqa bortga chiqish uchun oyoqchalar ham mavjud. Buni ochsak bo'ladi. Zavod tomonidan berilgan kuch hajmi, ya'ni yuk ortish hajmimiz 3 tonnani tashkil etadi. Avtomobilimiz texnik parametrlari avtomobilimizda 2 turbina motor bilan jihozlangan. 250 taga yaqin ot kuchi bor. Oldi privati yoki orqa privati yoki to'liq privatda harakatlanish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Avtomobilimiz ichki qismi mana shunday ko'rinishda. O'rindiqlarimiz qora koja bilan qoplangan bo'lib, haydovchi uchun multi rol, priborlar paneli, menyu qismimiz albatta rus tilida. Bu yoqda rejak qismimiz, ya'ni oldi privat, orqa privat qilish uchun bu yoqda joystikimiz ham mavjud. Bu yoqda bar, kattakon bar, ikkita podstakanlik, qo'shimcha javonlar ham mavjud. Oraliq masofa ya'ni yaxshi kengina, chunki avtomobilimiz ko'rib turibsiz uzun. Ikkinchi qatorimiz ham yaxshi, joylar keng. 3 ta yo'lovchi bemalol ketish imkoniyatiga ega. Oraliq masofada joylar ham yetarlicha. Ushbu avtomobilni olmoqchi bo'lgan tanishlaringiz yoki pikap avtomobil xarid qilmoqchi bo'lgan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Albatta xarid qilish uchun Green Energy avtosalonimizga tashrif buyuring.